Akeni xatlarini ko'rib, o'qib o'tiribman bolam. Sog'indim bolamni, sog'indim. Necha yil bo'ldi ko'rmadim. Borolmayman Buxoroga. Bir uzoqqa yuborishgan. Borolmayman, sog'indim de akeni bolam. Shularni hozir ko'rib, o'qib, o'tgan kunlarimni hammasini eslab o'tiribman. Mana 3 yil bo'lyapti akeni ketganigayam, yo'g'igayam. O'zimiz shu 3 yil ichida nima kunlar o'tmadi boshimizdan bolam, shularni eslavyapman. Odamzod ajoyib ekan-de. Nima qiyinchilik bo'lsa, baribir hammasini ko'tararkansan. Ko'chalarda qolib ketdik go'zala ikkalamiz. Uy joyimiz yo'q. To'satdan akeni qamab qo'yishdi. Nima qilamiz endi bolam deb esingdami, ikkalamiz qanaqa tushkunlikka tushib qolganmiz. Kvartiralarda qolib ketdik. Kvartirada qanaqa uy egalari duch keldi. Bir kun pulini to'lolmasak ko'chalarda haydab qo'yishdi. Xudo xohlasa bu kunlarimiz ham o'tib ketadi. Ko'p ketib ozi qoldi. Allohga shukr, yaxshiyam yonimda sen bor ekansan qizim. Hamma og'irimni ko'tarib kelyapsan. Ko'chadigan bo'lsak, yolg'iz o'zing erkakga o'xshab hamma narsani tashiysan, hamma narsani hal qilasan. Boringga shukr. Har bir kunimizda Alloh sinov qilib berarkan-de. Allohimga ming qatla shukr.